qilindi, rasman ochildi. Oldi ko'rinishi Hindistondagi Toj Mahal ko'rinishda. Minorlarga qarangizlar, har biri 75 metrdan 4 ta minora. Asosiy kirish darvozadan 100 metr uzoqda Imom Buxoriy bobomizning qabrlari oyoq uchi qismida turibmiz. Musofirda duosi mustajab, onalarda duosi mustajab. Yomg'ir yoqqanda osmon eshiklari ochiladi, duolar mustajab bo'ladi. Duo qilib niyat qilingizlar, shu ziyoratgohlarga qayta ziyoratlarga kelib, shu 10 ming kishilik masjidda bir burchakda turib namoz o'qish hammamizga nasib qilsin. Endi mehmonlar, Imom Buxoriy bobomiz kim bo'lgan? Islom olamiga qanaqa xizmatlar qilgan? Nima uchun Buxoro farzandi Imom Buxoriy Samarqandga kelib vafot etgan? Shular to'g'risida baqadir imkoniyat, ilmimiz yetguncha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Sal yaqinroq kelasiz mehmonlar. To'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Imom al-Buxoriy. 810-yil Buxoro viloyati, hozirgi Qorako'l tumani Poykan qishlog'ida ziyolilar oilasida dunyoga keladi. 2 yoshga yetganlarda Allohning irodasi bilan otalaridan ayriladi. Otalari vafotidan so'ng oradan 2-3 oy o'tar o'tmas Imom Buxoriy bobomizning ko'zlariga shikast yetib, ko'zlari ojiz bo'lib qoladi. Onalari juda ham oqila, taqvodor, namozxon ayol kishi bo'lar ekanki, Allohga shak keltirmasdan, "Yo poka Parvardigoro, shu farzandni berding, ko'zlarini ochib bergin" deb Allohga yig'lab iltijo qilar ekan. Ana shunday iltijolari 2 yilga cho'zilib ketar ekan. Onalari bir kuni tahajjud namozini o'qib, joy namoz ustidan turolmasdan uxlab qolar ekan. Juma kuni tong otarga yaqin payg'ambarimiz bobolar bo'lgan Ibrohim alayhissalom onaizor tushlarga kirib aytar ekanki, "Ey onaizor, seni qilgan iltijolaring, toat ibodatlaringni Alloh qabul qildi. O'g'ling Muhammadning ko'z nurini qaytardi" deydi. Onalari tushlarga ishonmas turib qarasa, 4 yoshlik Imom Buxoriy bobomiz bu yorug' dunyoni ko'ryapti. Madrasaga olib borar ekan, 6-7 yoshga yetganlarda qorilik darajasiga yetadi. 8-9 yoshlarda 70 mingdan ziyod hadisni yoddan biladi. Chunki Imom Buxoriy bobomizda Alloh tomonidan berilgan shunchalik o'tkir zehnli bo'ladiki, bitta kitobni o'qidi degani yodlab qo'yaveradi. Endi bir o'ylab ko'ring, siz bilan biz bitta surani yodlaymiz desak 20, 30, 40, 50 marta o'qishimiz kerak. Imom Buxoriy bobomizda unaqa holat kuzatilmagan. Bunga sabab onalari biron marta betahorat emismagan. Alla o'rniga ham Qur'on oyatlaridan o'qib uxlatgan ekan. Va nihoyat 16 yoshga yetganlarda Buxoroda bu kishiga ilm beradigan ustoz topilmaydi. Ustozlariga ustozlik qilish darajasiga yetar ekan. O'shanda Dohiliy degan ustozlarni ko'rsatmasiga muvofiq Ahmad ismli akasi va onasini olib Makkaga haj ibodati uchun ketadi. Makkaga borib haj ibodatini amalga oshirgandan so'ng onasi akasi bilan yig'lab xayrlashar ekanki, bundan keyin ko'risha olamizmi yo'qmi? Haqiqatan 16 yoshlarda ko'rgan akasi va onasi bilan qayta uchrasha olmaydi. Chunki o'zlari 40 yillar mobaynida 20 dan ziyod islom diyorlarida yurib, 1000 dan ziyod ustozlar qo'lida tahsil olib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadislarni to'plab asl holiga qaytaradi. Endi hadis to'g'risida ozgina tushuncha bersak, hadis payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam biz ummatlarga aytgan gaplari, ko'rsatgan yo'llari hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yashab turgan davrlarda hadislarni yozishga ruxsat bermagan. Chunki 23 yil davomida Allohning kalomi Qur'on nozil qilingan. Qur'ondagi so'zlar bilan meni so'zlarim aralashib ketmasin degan maqsadda hadislarni yozishga ruxsat bermagan. Imom Buxoriy bobomiz jami bo'lib 600 mingdan ziyod hadis to'playdi. Shularning ichidan 7275 tasini Allohning kalomi Qur'on, Qur'ondan keyingi ikkinchi manba bo'lgan Sahih al-Buxoriy kitoblariga kiritadi. Endi mehmonlar o'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Imom Buxoriy bobomiz payg'ambarimiz vafotlaridan 2 asrdan keyin dunyoga kelgan bo'lsa, 2 asrda ichida payg'ambarimizni ko'rgan insonlar o'tib ketgan bo'lsa, uni ustiga hadislar yozilmagan bo'lsa, qanday asl holiga qaytargan? Imom Buxoriy bobomiz har bitta hadisni 4 ta olim kishidan eshitar ekan. 4 ta olim kishi yolg'on gapirmaydigan, shariat qonun qoidalariga to'liq amal qiladigan olimlar bo'lish kerak.
agar bittasiga to'g'ri kelmasa olmas ekan. Bir rivoyatda keladi. Imom Buxoriy bobomiz 4 ta 5 ta shogirdlari bilan uzoq bir safar uyushtirib, falonchi shaharda hadisshinos bor ekan, juda ham ko'p hadis bilar ekan deb istab borar ekan. Borsa qarangki, boynangi olim kishi uyida bo'lmasa ekanda yaylovda oti qochib ketadigan bo'ladi, otini tuta olmay tajang bo'lib turadi. Chetda kuzatib turar ekan, otini tutib olsa, jahllardan tushsa, bahrga suhbatlarni olamiz degan maqsadda. Qarangki, boynangi olim kishi choponni etagini qayirib, beh deb chaqirib otni tutib olar ekan. Imom Buxoriy bobomiz hatto salomlashmasdan orqaga qaytar ekan. Shogirdlar sukut saqlab kelar ekan, ustoz, biz shuncha qiyinchilik, mashaqqat bilan bordik, hatto salomlashmasdan qaytdik deganda, u olimda qilgan amalni ko'rmadingizmi? U hayvonni aldadi, choponning etagida yem yo'q edi. Biz undan to'g'ri hadis ola olmaymiz deb, shunaqa qiyinchilik, shunaqa taqvo bilan hadislar to'plagan. Yana bir rivoyatda keladi. Payg'ambarimiz qabrlari yoniga borib, 2 rakat namoz o'qib, "Ya Rasululloh, mana bu hadis sizdanmi?" deganda Allohning qudrati mo'jizasini qarangki, payg'ambarimiz qabrlardan arab tilida Buxorolik imom aytadigan so'z meni so'zim degan nido ovoz chiqqan degan rivoyatlar ham bor. Imom Buxoriy bobomiz ana shu 40 yil mobaynida 2 ta ulug' unvon oladi. Ana shunday ulug' unvon Imom Buxoriy bobomizgacha ham, Imom Buxoriy bobomizdan keyin mana shu bugungi kungacha hech kimga berilmagan. Imomi dunyo, butun dunyo imomlarining imomi, Amirul Mu'minin fil hadis, hadis mulkining amiri degan ulug' unvonlarni olib 40 yillardan so'ng ona yurti Buxoroga keladi. Buxoroga kelganlarda onalari, akalari dunyodan o'tgan bo'ladi. Lekin Buxoro xalqi bu kishini juda katta hurmat bilan kutib oladi. Chunki Imom Buxoriy bobomiz bitta ma'ruza qilganda 2000, 3000, 4000, 5000 ta odam tiliq eshitgan. Imom Buxoriy bobomizda kuchli bilim berilgan, kuchli ovoz berilgan. Ana shunday imom o'sha davrda Buxoro amiri Xolid Ahmad Az-Zuhali degan amir bo'ladi. Buxoro amirni oldiga borib, maslahat so'raydigan odamlarning sonidan Imom Buxoriy bobomizning orqasidan ergashgan odamlarning soni ko'payib ketadi. Buxoro amiri ayollari yetishar ekan. Imom Buxoriy xalqqa izoh qo'ydi. Endi taxtizga hujum qiladi degandan keyin saroyga chaqirib aytar ekanki, siz bugundan boshlab saroydan chiqmaysiz, faqat meni farzandlarimga hadis ilmidan saboq berasiz. Imom Buxoriy bobomiz javob qiladi. Ilm bu Allohning nuri. Allohning nurini 4 ta bandasi uchun xor qilmayman. Menga ilm kerak edi, ustoz kerak edi. Shuncha yurtlarda yurdim. Mingdan ziyod ustozlar qo'lida tahsil oldim. Lekin birorta ustoz meni huzurimga kelib saboq bergan emas degandan keyin Buxoro amirga bo'ysunmat degan har xil tuhmat, ayib bo'xtonlar bilan Buxorodan chiqariladi. Tarixda mana shu qishloqning nomi Xartang deb nomlangan. Ayrim manbalarda ammasining o'g'li G'olib ibn Jabroil deyilgan. Ayrim manbalarda shogirdlari G'olib ibn Jabroilga kelib, qisqa muddat shu yerda yashaydi, talabalarga hadis ilmidan saboq beradi. Ro'zai Ramazon tutib, ertaga Hayit degan kuni, Ro'zai Ramazonning oxirgi kuni Samarqand ulamolari elchi borar ekanki, Imom Buxoriyga borib ayting,